Amerika əməldarlarının aytishicha, Xitoy bir qism Uyg'ur faoliyatchilarining tuqqanlarini terrorlik jinoyati bilan ayblagan va Sharqi Turkistondagi zulmga qarshi faoliyat bilan shug'ullangan kishilarga tahdid solgan. Xitoy yaqinda Amerikalik Uyg'ur faoliyatchi Roshan Abbasning ochisi Gulshan Abbasni Urumchida terrorlik jinoyati bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Amerika Partiya Halqıgan Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining a'zosi Nuri Turkal bu voqeani gavdalantirib, Beyjing hukumatining Xitoydagi tuqqanlarini go'rga ilib, chet eldagi faoliyatchilarni qo'rqitganligini ko'rsatgan. Turkal Amerika ovoziga bergan bayonotida mundaq dedi: Chet elda yashaydigan nurg'un Uyg'urlar o'z bexatarligi va tuqqanlarining bexatarligidan ansirmoqda. U Uyg'ur kishilik qonuni bo'yicha Amerika hukumatining Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishi kerakligini aytdi. Uyg'ur kishilik huquq qonuni 2020 yil 9-oyda Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan besimiga qarshi turish uchun yo'lga qo'yilgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti 30 dekabr bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatidan Gulshan Abbasni qo'yib berishini talab qildi. Xitoy doiralari bo'lsa bu chaqiriqqa turma jazosini tasdiqlab javob qaytardi. Xitoyning yuqori darajalik diplomati Amerika hukumatiga ikki taraflik munosabatni yaxshilash uchun Amerikaning Hong Kong va Sharqi Turkiston ishlariga aralashmasligi kerakligini aytdi. Xitoy Kommunistik partiya tashqi munosabatlar komitetining mudiri Yang Jiechi Prezident Joe Bidenning rahbarligida Amerikada vazifaga o'tirgan yangi hukumatni tinch va ijobiy hamkorlik asosida ikki davlat munosabatini saqlashga chaqirdi. Yang New Yorkga joylashgan Amerika-Xitoy munosabati mamlakatlik komiteti tashkillagan to'r yig'inida so'z qildi. Xitoyning yuqori darajalik diplomati Yang mundaq dedi: Biz Amerikaning Xitoy bilan hamkorlashib, nol yig'indalik o'yin va cho'ng kuchlik raqobatining vaqti o'tgan ideyasidan qutulib, munosabatni qaytadan asliga keltirishni umid qilamiz. Yangi ikki davlat munosabatini ravonlashtirish uchun Amerikaning Xitoyning ichki ishlari deb qaraydigan ba'zi masalalarga aralashmasligi kerakligini ta'kidlab mundaq dedi: Amerika Hong Kong, Tibet, Xinjiang va boshqa masalalarga aralashishni to'xtatish kerak. Yan telefon ishlab chiqaruvchisi Xiaomi Xitoydagi abonentlarning telefoniga Google ko'chma mulozimati o'rnatishni cheklagan. Xabar qilinishicha, Xitoy abonentlari Xiaomi telefonida ko'rinma yuzi yangilangandan keyin Google ko'chma mulozimati qo'llanishchan programmalarni qachilay olmaydiganligini doklad qilishga boshlagan. Shuningdek keyin Xiaomi moslashish masalasi sababidan aqliy iqtidorli telefonga Google ko'chma mulozimati qo'llanishchan programmalarni o'rnatishga endi yo'l qo'ymaydiganligini e'lon qildi. Xabarda Google mulozimatining Xitoyda cheklanganligi eskartildi. Xitoyning boshqa bir texnika sherikati Huawei Amerikaning jazosi sababidan bir qancha yildan buyon ko'chma mulozimatini qo'llamaydigan uskunlarni chiqardi. Xitoyda soxta vaksinasi ishlab chiqarilgan markazlarga qarshi ilib berilgan harakatda 80 odam qo'lga olingan. Saqchilar poytaxt Beijing, Shanxay shahri va Shandong o'lkasida ilib berilgan harakatda 3000 dan ortiq soxta vaksinasini qo'lga tushirgan. Saqchilarning bayonotida soxta vaksina ishlab chiqaradigan to'rning bultur 9-oydan boshlab tijorat qilayotganligi mo'ljallangan. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, vaksinani ishlab chiqarganlar chet elga avatishni maqsad qilgan. Ko'pincha soxta vaksinalar tuz suyidan foydalanib ishlab chiqarilgan. Besh burchaklik binoning bayonotchisi Jo Kirbin Eron bilan bo'lgan jiddiylik sababidan O'rta Sharqda taxminan 9 oy turgan USS Nimitz aviamatkasining Hind Tinch okean qismlarining harakat rayoniga avatilganligini e'lon qildi. Kirby besh burchaklik binoda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida kun tartibidagi masalalar haqida savollarga javob berdi. Bayonotchi mundaq dedi: Mazkur aviamatka markaziy qo'mondonlik rayonidan chiqib, Hind Tinch okean qo'mondonlik rayoniga ko'chib keldi. Bir muxbirning savoliga qarata, Kirby ularning bu paraxotning o'rnini olish uchun O'rta Sharqqa boshqa aviamatka avatish plani yo'qligini bayon qildi.